Val hop o'ynaymiz. Val hop nomli o'yinni o'ynaymiz. Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Val hop nomli o'yinni o'ynaymiz. Bu o'yinda shunchaki ekranni egri qilish kerak va sakrab chiqish kerak. Mana bunaqasiga va yurib ketaverish kerak. Men hozir oxirigacha chiqqanicha video olaman. Ko'ramiz. Qancha soniyada chiqarkanman. Hozir menda o'yin sal qotyapti do'stlar. Endi mana bunaqa narsalar ham bor. Ularni ishlatmayman deya olmayman. Chunki boshida sekin bunday qilib chiqish menda ancha yuzaga keltiradi. Shuning uchun hozir men mana bunday qilib chiqib ketaveraman. Toki haqiqiy Val hop joyi kelguncha ana buni Val hop deyishadi. Mana bunday qilib o'tib ketsa bo'ladi bu yerdan. Umuman qiyin emas, chunki menda ko'rib turibsiz, chempion darajasi bor. Bundan kuchli daraja bo'lmasa kerak, chunki men o'tganim yo'q, men bilmayman. Bu yerda hat-trick winner bor, double winner darajasi bor, master bor va keyingisi chempion bor. Men hozirgacha o'yinda 55 marta tepagacha chiqqanman va chempion bo'lishim aniq. Har bitta chiqqaningizga berilmaydi bu yerda. Har bitta chiqqaningizga berilganda men bilmam. Agar bo'lsa hozir men Galaxy yoki God darajasiga o'tib ketardim. Mayli. Hozir oldinga o'tib olay. Men hozir chempionlarga o'xshab bu yerdan tez o'tib ketaman. 2 minut o'tib ketdi. Men hali ham o'tolganim yo'q. Ko'p qolmadi. O'zi tamomlab qo'yibman parkurni. Men hozir yo'q, afsuski tushib ketdim. Nimaga bunday bo'lyapti? Savol. Menga nimadir bo'ldi, qizib ketdi. Menimcha telefonim qizib ketishini aytishyapti. Tushundim. Ko'rdim. O'zi tushundim. Chunki men ko'rsatishdi. Ba'zan menga o'xshab ana shunday qila olmasligim mumkin. Chunki rostdan ham bu ishni qilish hamma uchun ham emas. Yo'q. Yanami? Yo'q. Vaqtimni ketkazyapman shunchaki. Mana bu bola g'irromlik qilyapti. Bola menga xalaqit berdi. Bu yaxshi emas. Menga xalaqit berish yaxshi kerak emas edi. Ular hali ham menga xalaqit berishmoqchi. Chiqib oldim. Oldinga o'tib ketmoqdaman. Yaxshi. O'tdim va mana bu yer haqiqiy o'lim. Olmayapti. Yo'q. Men master bo'lib turib shu yerdan shunchaki piyoda o'tgan odamlardanman. Aslida bu yerda hozir o'tib ketar edim, agar tez valdiramay o'tirsam o'tib ketar edim. Bunday qilib o'tib ketishga harakat qilamiz. O'tib ketishimiz kerak. Nimaga bunday bo'lishyapganini вообще tushunmayapman. Men o'ta olaman do'stlar. Chempion darajasi bor menda. Mana o'xshadi. Endi haqiqiy masterga o'xshadi. Ular qiynalib o'tirgancha biz mana bu yerda o'tib ketamiz. Mana foydalanib qaramoqda. Bu Val hop tower juda oz
so'ng buni ikkinchi darajasi va ikkinchi darajani ikkinchi qismda chiqaramiz. Afsuski menda yo'q. Mayli, men hozir shu yerda video tamomlayman, chunki men telefonimni ko'tarolmadim.